Assalomu alaykum, Cherry Farg'ona kuzatuvchilari. Bugun men sizlarni Cherry avtomobillari bilan tanishtirib o'taman. Qarshingizda Tiggo 2 Pro modelimiz. Xo'p, modelimiz narxi 214.900.000 so'm, lekin sizlar oyda oxirigacha bu mashinani 15 million foydada sotib olishing imkoniyatiga egasizlar. Mashinamizni rassrochkaga, kreditga, naqdga yoki lizingga olsangiz bo'ladi. Bu modelimiz yagona pozitsiyada bo'ladi. Rangi oq, qora va yangi kelgan GT ranglarimizdan ham bor. Yana bitta modelimiz Tiggo 7 Pro modelimiz premium hisoblanadi. Ikkinchi pozitsiyasi panorama tomi, 360 kamera, pamyat ziyanlarigacha bor mashinamizni. Bu mashinamizni narxi 344.900.000. Mana shu oyda oxirigacha mashinamizni 25 million foydada olib olishingiz mumkin, sotib olishingiz mumkin. Bu mashinamiz yana birinchi pozitsiyasi ham bo'ladi, luxury deb nomlanadi. Bu bilan farqi luxury pozitsiyasida panorama tomi, 360 kamerasi va pamyat ziyani bo'lmaydi. Bu mashinamiz narxi 311.900.000 so'm. U modelni ham, u pozitsiyani ham 25 million foydada sotib olish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, sedan mashinalarimizga to'xtalib o'tganimizda Arizo 6 Pro modelimiz. Modelimizda 3 ta pozitsiyasi bo'ladi. Life, Comfort va Intelligent pozitsiyasi. Bu pozitsiyamiz 3-pozitsiyasi eng full hisoblanadi. Mashinamiz 360 kamera, слепая zona, подогрев полный сиденья, беспроводная зарядка, автохолд, электронный ручник, adaptivniy cruise-control, samoторможение va полоса удержания funksiyalariga ega. Bu mashinamizni ham kreditga, naqdga yoki rassrochkaga olish imkoniyatiga egasiz. Bu modelimiz ham 25 million foydada sotib olish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, yana bitta modelimiz Tiggo 8 Pro Max hozirgi paytda avtosalonimizda eng katta, eng qimmat va eng luxury pozitsiyasi hisoblanadi. Bu mashinamizning narxi 480.900.000 so'm. Bu modelimizni ham naqdga, kreditga, rassrochkaga yoki lizing orqali sotib olish imkoniyatiga egasiz. Bu mashinamiz ham 25 million foydada sotib olish imkoniyatiga egasiz. Tiggo 2 Pro modelimizning funksiyalari, бесключевой dostuplar bor. Bu nima degani? Kalit oldingizda bo'lsa, mashinani oldiga yaqinlashganingizda, yarim metr, 1 metr qolganda mashina avtomatik razblokirovka bo'ladi. Ruchkasini tortsangiz bo'ldi. Также mashinani uzoqlashganingizda mashina o'zi avtomatik qulflanadi. Mashinamiz 17 dyuymli diskada bo'ladi va orqa tormozlash sistemasi bunda diskoviy bo'ladi. Undan oldingi aytgan mashinalarimda esa baraban bo'ladi. Bu ham bitta afzal tarafi. Mashinani razmeriga qaraganda yukxonasi ham ancha katta. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Yukxonasi ancha katta va ko'p narsa sig'ib ketadi. Pastida mana dakatka ballonlari bor. Propan uстановка ham qilsangiz bo'ladi mashinaga. Lekin bu mashinaga propan ham zarur emas. Nimani hisobiga? Chunki mashina 1 li turbina motor bilan jihozlangan. Korobkasi variatori bo'ladi. 3 ta silindrlik. Shaharning ichida 5 ta va 6 ta расход qiladi. 5-6 ta расход qiladi. Dalniga chiqqaningizda 3-3,5 litrga tushadi. Endi salon qismiga o'tamiz. Xo'p, salon qismi mashinamiz sidenalari, orqa sidenya, oldi sidenya, rullari polniy eko kojadan ishlangan. Xo'p, mashinamiz bitta pozitsiyada bo'lishiga qaramaganda, mashinamiz lyuki bor, monitorlari, rullari isiydi, ikkita oldi sidenya isiydi. Mashinamiz avtomat bo'ladi, konditsioner, pechka hamma yo'g'i bor. Даже пониженный передачasi ham bor. Bu nima degani? Misol tog'li hududlarda, misol перевалlarda tushayotganingizda o'sha пониженный передачani yoqib qo'ysangiz, kavotka qizib ketmaydi va mashina avtomatik korobka bilan to'xtash imkoniyatiga ega. Bu kavotkangizni umrini ham uzaytiradi va qizib ketishini ham oldini oladi. Elektronniy ruchnik va avtohold. Avtohold nima degani tushuntirib o'taman. Avtohold tizimi ko'proq bizga ayollarga foydali bo'ladi. Nimani hisobiga? Chunki ko'pchilik ayollar svetoforda to'xtaganda tormozni qo'yib yuborib, telefonga yoki misol aynalarga chalib qolishlari mumkin. Mashina o'zidan o'zi ketib qoladi, D da turganda, drive da turganda. Bu tizimni yoqib qo'ysangiz, mashina D da turganda ham drive da tormozni qo'yib olsangiz, mashina joyidan jilmaydi. Nima degani? Elektronniy ruchnik, umniy elektronniy ruchnik bo'ladi. Kavotkalarni qisib turadi. Mashina yurib ketmaydi. Avtomatik keyin gazni bitta bosganingizda avtomatik kavotkalar qo'yib yuborib, mashina harakat davom ettiradi.
7 Pro modelimiz 1,5 litrli turbina motor bilan jihozlangan bo'lib, korobka variator bo'ladi. Shahar ichida ekonomishni juda ham 7-8 litr rasxod qiladi. Kapotini tagida ko'rib o'tishingiz mumkin, dvigatel yopilgan. Bu ham bitta qulaylik, motor yuvmaysiz. Namlatda artib qo'ysangiz, mashinangizni kapot tayib, postoyanni top-toza turaveradi. Mana ko'ringlar bitta. Agar mashinaga yog'ini tekshiraman yoki yog'ni dalifka qilaman desangiz, bunaqa yecheykalari bor, ochiladi. Akkumulyatorniki bu tarafda. Mana akkumulyatorniki bu tarafda bo'ladi. Xo'p, mashinamizni kapoti ikkita gaz lifti ochiladi. To есть hech qanaqa bunaqa oldingidaqa eski mashinalarda o'zimiz GM mashinalariga o'xshab hali narsa qo'ymaysiz. Upor bo'lmaydi. Mashinamiz polni LED fara bilan jihozlangan. Faralari ham juda aqlli. Dальний yo'lda kelayotganingizda, misol dальний svetni yoqib qo'yganingizda, oldingizdan qarshingizdan mashina chiqsa, avtomatik dальний fara o'chadi. Mashina o'tib bo'lgandan keyin avtomatik yana yonadi. Xo'p, mashinamiz polni saloni eko kojadan ishlangan bo'ladi. Salonlari polni eko koja, sideniya, rullari, torpedalari polni yumshoq material bilan ishlangan. Беспроводной зарядка, 360 kamera. Mashinamizda ikki xil rejim vojdeniyasi bor, eko va sport rejimlari bor. O'shalarni tanlasangiz bo'ladi o'zingiz. Bag'da ham elektron ruchnik, avto hold tizimlari, rul, ikkita old sideniya, ikkita orqa sideniya, alohida hammasi isiydi. Panorama tomi. Hozir panorama tom juda moda bo'lgan, ko'pchilik qiziqadi shu narsaga va bu haqiqatan o'zimga ham yoqadi. Bitta qulaylik bu ham chiroyli. Bu modelimiz Arizo 6 Pro modeli eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, old oblitsovkalari yaponskiy Lexus yoki Toyota Camry mashinalariga o'xshatib ishlangan. Bu restyling varianti 2025-yilda bo'lib chiqqan. Mashinaning oldi optikalari polni LED fara. Kapotini tagida 1,5 litrli turbina motor, 147 ta ot kuchiga ega. Korobkalari variator bo'ladi, 17 dyumli diskada. 360 kamera, slipoy zona, besключевой достуp, lyuklarigacha bor mashinani. Salon qismiga o'tamiz. Mana eshikni ochdik, ahamiyat beringlar. O'zining podsvetkalarigacha bor, Cherry logotipi yonib turadi. Bismillah. Mashinamizdan polni eko kojadan ishlangan, torpedalari ham yumshoq materialdan ishlangan. Mana bossam bosiladi. Rullari isiydi, ikkita old sideniya isiydi, orqa sideniyalari isiydi. Mashinani даже zavodskoy video registratorlarigacha bor. Chip tiqib qo'ysangiz bo'ldi. Mashinani yurgan yo'lingizda o'zi videoga olib, video registrator qilib ketadi. Mashinani поваса удержания, adaptivniy cruise control, samoторможение, 360 kamera, sport va eko rejimlari bor. Xo'p, o'zini zavodskoy monitorlarigacha qo'yilgan mashinaga беспроводной зарядка, elektron ruchnik, avto hold, korobkalari ham ahamiyat bergan bo'lsangiz, konsoli BMW stilda qilingan joystick bo'ladi. Mana hozir mashina parkovkada turibdi. Pastga tortsangiz D ga olinadi, drive ga, neytralniy и reverse orqaga. Mashinani также mexanический citronika ham olsangiz bo'ladi. Pastga tortasiz, plus minus qilib ketaverasiz, skorostni almashtirib. Mashinamiz 360 kameralarigacha bor, mana ko'rishingiz mumkin. 4 ta taraflama ko'rsangiz bo'ladi. Tevadan ham, yondan ham. Bu ham bitta qulaylik avtoparkovkaga asobini. Xo'p, mashinamizni orqa qismiga o'tamiz. Sedan bo'lishiga qat'iy nazar, qaramaganda tashini mashinamizni orqalari mana ancha keng, ko'rishingiz bo'ladi. Mashinaga bemalol propanlar ham tushadi. Propan qo'ysangiz bo'ladi. Hamma mana zapaska, domkrat, ключlari bor. Mashinamizda ham besключевой dostuplari, 17 diska balonlari bor. Mashina sportivniy hisoblanganini inobatga olgan holda bunaqa chiziqlar qilingan, как под sport qilingan mashina. Mashinaning qulayliklaridan yana ikkita bokovoylari, lobovoylari va orqa aynaklari ham podogrev bo'ladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bilmayman kamerada ko'rinadimi yo'qmi, mashinani spirallari bor. Lobovoyda spirali bor. Kamerada menimcha ko'rinmasa kerak, lekin qish kunida mashinani aynagi muzlab qolsa, yoqib qo'ysangiz isiydi. Qarshingizda Tiggo 8 Pro Max modelimiz. Modelimiz 2 litrli turbina motor bilan jihozlangan. Korobka robot bo'ladi. Полный привод,
va 6 xil rejim vojdeniyasi bor. Uni ham ko'rsatib o'taman. Hozir salonini ichida o'tirganimizda mashinamiz polni LED fara bilan jihozlangan, ko'rib turibsiz. Endi yaqinlashganda qarasangiz, bunday faralari brilliantga o'xshaydi, yaltillab bo'ladi. Juda chiroyli ishlangan mashina, razmerlari ham katta. Xo'p, mashinamizni sizlar kreditga, naqdga, рассрочка yoki lizingga sotib olishlaring mumkin. 25 million foydada. Endi salon qismiga o'tamiz. Mashinamizni mana ko'rib turishingiz mumkin. Atamankalarigacha bor. Doполнительный oyoq tagida chiqadi. Bu ham juda katta komfort mashinaga. Massajlarigacha bor mashinani. Sidenasi ham isiydi, ham soviydi. Mashina juda did bilan ishlangan. Audio sistemalari ham полный Sony original bo'ladi. Ko'jalarni ham qarang, kollaboratsiya qilingan, qora va korishnevoy. Juda chiroyli ishlangan mashina. Hozir funksiyalari bilan tanishtirib o'taman sizlarga. Mashinamiz 7 kishilik bo'ladi. Eng qizig'i, mashinani заводской subwooferlarigacha bor. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Mashinani заводской subwooferlarigacha bor mana. To есть mashina tayyor, olib faqat minish kerak. Bunga hech qanaqa расход qilmaysiz. Elektronli bagajnik, qo'l qismaydigan funksiyalariga ega. Yosh bolalarga juda zo'r. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, orqa vidini olingda mana. Orqa vidi juda agressivni ishlangan, nimani hisobiga? Mashina katta bo'lgani bilan ham sportivniy hisoblanadi. Orqa difuzorlari ham katta diametrli trubadan ishlangan. Pastlari полный независимый podveska bo'ladi. Har bitta balon alohida ishlaydi. Truba ham imitatsiya bas, haqiqatan 4 tali bo'lib chiqqan, ikkita bachok bilan birga bo'lib. Xo'p, bu mashinamizda ham shu besklyuchevoy dostuplari bor. Xo'p, mashinamiz sidenalari Abduf Abagrev. Salonlari Mercedesga o'xshatib ishlangan. Podsvetkalarni ham ko'ryapsizlar. Podsvetkalarni ham rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bir 20 ta, bir 30 ta, 20 ga yaqin ranglar bor, o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Xo'p, mashinamizda 6 xil rejim vojdeniyasi bor deb aytib o'tdim. Hozir mashinani yurg'izamiz. O'zgartirsangiz bo'ladi mana. Hozir komfortda turibdi. Menga eng yoqadigani klassika. Mana. Taxometr, speedometr, polni hamma yo'q ko'rinadi. Mana ekranga sizlarda vnimaniyalaringni so'rayman. Qarab turinglar, 6 xil rejim vojdeniyasi mana. Включен грязевой режим. Mana hozir loyda yuradigan funksiya, 4 karator, eko rejim, komfort, включен стандартный sport режим. Включен va спортивный. qorda. Включен зимний режим. Salon tozalaydigan filtrlari, shom datchiklari, head-up display, заводской videoregistrator, mashinani даже qo'pol qilayotganda Alisalarigacha bor. Голосовой бортовой помощник. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Открой люк. Хорошо. Mana lyuklarni ochadi. Juda aqlli mashina. Telefoningizni ulab qo'ysangiz, misol palonchiga telefon qilib ber, yo palonchiga bunaqa SMS deb yozib yubor deb aytsangiz ham polni shu zadachilarni yechim qilib beradi. Беспроводная zaryadka, холодильниklarigacha bor eng qizig'i. Konditsionerni yoqqaningizda, shu konditsioner sovug'i batga ham kiradi. Alohida bir deflektori bor. O'sha sovug'i boradi. Rullari ham bilmayman, ajoyib ishlanganki, retro desangiz retro bas, knopkalari, klaksonlari qandaydir ichiga kirib, rul jichimdek chiqqan, o'sha ham naoshib juda ham приятный. O'tirganingizda mashinada maza qilasiz. Mashina ham birdaniga ham bahaybat, birdaniga juda ham qulay, ixcham. Mashinani sistema stabilizatsiya, avto hold, power udержание, parktronik datchiklarini mana bu yerda o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Motorni ko'rsatamiz. Endi mashinamizni 2 li turbina motor, juda ham baquvvat. Gazni bosganingizda shu sidenaga yopishtirib qo'yadi. Ko'pchilik mashinada kapotni ochish uchun tagida ilgagi bor, o'shani jildirib yoki bosib ochish kerak. Bu mashinada prosta bunday qilib ko'tarasiz bo'ldi. 2 litrli bahaybat motorimiz. Mashinani prosta minish kerak. Sizlarni Cherry Farg'ona avtosaloniga taklif qilaman. Kelib mashinani живой ko'ringlar, o'tirib ko'ringlar, yozib ko'ringlar, minib ham ko'ringlar, tezroq xizmatlariga kelinglar. Cherry Farg'ona avtosaloni ertalabki soat 9 dan kechki soat 19:00 gacha dam olish kunlarida ishlaydi. Bemalol avtosalonimizga tashrif buyurishingiz mumkin.